O'zbekiston terma jamoasi va Qirg'iziston terma jamoasi o'z o'yini yakunlandi va biz 1-0 hisobida muhim 3 ochko qo'lga kiritdik. O'yin haqida. Va ko'pchilik o'yin haqida gapirsam, kimlardir 3-0, 4-0 kutish, lekin men 1-0 bo'lishini taxmin qilgandim va taxmin o'z kuchini topdi. Va bosim yuqori bo'lgani uchun biz juda ko'p gol ura olmadik va vaziyatlardan foydalana olmadik. Lekin O'tkir Yusupov darvozabonimiz zaminda o'tirsa ham bo'lar ekan, O'tkirga ish bo'lmadi. Faqat o'yin bir tomonda bo'ldi deb o'ylayman. Penalti haqida gapirsak, penaltida bu biz uchun eng qiyin nimalar bo'lyapti. Penalti tepish juda qiyin bo'lyapti. Lekin bizga belgilangan penaltilarimiz qaytara olamiz, lekin gol ham ura olmaymiz. O'tgan safardagi o'yinda esa biz juda qiynalib, Otabek Shukurov zo'rg'a gol urgandi. O'sha ustunga tegib kirib ketganda gol. Bunda esa darvozabon o'z mahoratini ko'rsatdi va juda zo'r o'ynadi darvozabon, Qirg'iziston darvozaboni. Lekin shunday bo'ldi, chunki o'yin shunday bo'ldiki, 80 minut biz hujum qildik, lekin darvozabon o'ta kuchli o'yin ko'rsatdi. Eng muhimi, biz 3 ochko qo'lga kiritdik. Navbatdagi o'yin Eronda, Ozodiy stadionida 100 ming tomoshabin oldida va biz, xudo xohlasa, biz Eronni taxmin qilsak, o'tgan 2013-yilmidi yo 2012-yil biz Eronni mag'lub etganda, Mirjalol Qosimov bosh murabbiyni mag'lub etgandik. O'sha o'yinda Server Jeparov uzatma berib, Baqoyev kalla bilan gol urib ketgandi. Menimcha shu takrorlansa kerak shu o'yinga. Oradan 11 yilmi, 10 yilmi o'tdi-da bu o'yinga. Nasib qilsa biz Ozodiy stadionida g'alaba qozonamizmi, durang o'ynaymizmi? Biz nihoyat Ozodiy stadionida terma jamoamiz tarixiy kun va 100 ming tomoshabinni ortida biz jahon chempionatiga chiqamiz. Inshaalloh va biz uchun tarixiy kun yaqin qolmoqda.